Bu joy Narpay tabobati bo'lib, bu yerda o'ndan ortiq jiddiy kasalliklarni tabiiy giyohlar bilan davolashadi. Men Alisher Abdullayev, Narpay tabobati davolash bo'limi boshlig'iman. Biz xalq tabobati bo'yicha 15-16 yil stajga egamiz. Ya'ni turli xil kasalliklar, miya o'smalari, oshqozon va 12 barmoq ichak yaralari va qizilunga saratonlari kabi kasalliklarni chayon zahri malhamlari va chayon zahri yog'lari orqali va turli xil tabiiy giyohlar bilan bosh miya kasalliklari, gaymarit, bolalar gijjalari, o't qopi kasalliklari, bo'g'im kasalliklari va bel umurtqa cho'ra kabi kasalliklarni tabiiy giyohlar bilan 16-17 yil atrofida davolash qilib kelyapmiz. Bundan tashqari Narpay tabobati davolash bo'limida tabiiy malhamlar orqali ish surish bilan ichki a'zolarni davolash, gaymarit, bel grijasi, bosh asab kasalliklari, bo'g'im og'riqlari, oshqozon yarasi, oshqozon qizil o'ngach o'smasini chayon zahri orqali to'xtatish va davolash, o't va jigar dimlanishlarini tabiiy giyohlar, malham va sharbatlar bilan davolash, zuluk qo'yish, hijoma, fizioterapiya muolajalari va boshqa turdagi jiddiy kasalliklar malakali shifokorlar tomonidan davolanadi. Bu joyning manzili Samarqand viloyati Narpay tumani, Qo'ziken mahallasi, Mirzavachcha qishlog'i. Batafsil ma'lumot va lokatsiyalarni olish uchun mana shu raqamlarga bog'laning.